Kelinlar, endi siz qaynonangizni boshqarasiz. Endi sizni davringiz keldi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muslimam, yaxshimisiz? Mavzuni ko'rib qo'rqib ketayotgan bo'lishingiz mumkin. Iya, Sitora opam, Sitora ustozam bizga hech qachon kibrli bo'lishni o'rgatmas edilar. Bu qanaqasi bo'ldi deyapsizmi? Xulosa qilishga shoshmang. Mavzu davomida nega bunday deganligimni bilasiz. Menga kuniga ko'plab, yuzlab SMSlar keladi. Ustozam, oilam ajrim yoqasida, qaynonam aralashyapti. Ustozam, qaynonam bilan kelisha olmayapmiz. Oilam notinch. Ustozam, erimdan kaltak yeyapman. Erim qaynonamdan meni aybim bo'lmasa ham kechirim so'rashimni istayapti. Yordam bering degan ko'plab murojaatlarni inobatga olgan holatda sizga chatga yechim beradigan bu darslikni yozishga qaror qildim. Xo'p, o'zi nimaga qaynonalar bilan kelinlar orasida necha yillab, asrlar davomida bunaqangi muammolar sodir bo'lib va eng achinarli joyi, oxirgi paytda ajrimlardagi eng katta protsent qaynonalarga kelin yoqmaganligidan nega sodir bo'lyapti? Nima qilsak ham qaynonamiz bilan munosabatlarimiz zo'r qilib, shu bilan birga oilamizdagi zo'r muhitda erimiz bilan chiroyli sevgimizni saqlab qola olamiz, nikohimizni saqlab qolamiz va eng asosiysi farzandlarimizga bu travmani bermasdan, buvsini yomon ko'rsatmasdan tarbiya qila olamiz. Ketdik, boshladik. Xo'p, o'zi qaynona kelin orasidagi eng katta asosiy muammo bu. Qaynonalar kelinlarini, ya'ni bir xillikda ko'rmasligi. Kelinlarning nazarida qaynonasi uni o'sini bilan taqqoslayotgani yoki bir xil ko'rmayotganligi. Birinchi muammoga yechim, hurmatli kelinjonlar. Qaynonamiz o'z paytida farmon bibilarning avlodlari, ya'ni o'sha davr, o'sha pokoleniyasini tarbiyasini olgan, o'sha ustanovkalarda katta bo'lgan insonlar. Bitta narsani tushuning, ular sizni o'ziningiz bilan taqqoslaganda sizni shaxsiy chegarangizni buzish, sizni yerga urish, sizni hurmatsizlantirish, sizni qadrsizlantirishni istashmaydi. Ularning nazarida qaynona shunday bo'lishi kerak. Qaynona qancha ko'p kelinni kamchiligini etsa, bu orqali kelinni tarbiyalayapman deb o'ylayapti. Siz esa boshqa rakursdan qarayapsiz. Qaynonam meni yerga uryapti, meni qadrsizlantiryapti deb o'ylayapsiz va xafa bo'lyapsiz. Qaynonangiz esa shu holatda ikkinchi rakursdan qarab, men kelinimni tarbiyalayapman. Men aytmasam kim aytadi? Men o'rgatmasam kim o'rgatadi? Men axir ularga yomonlik tilamayapman-ku deb o'ylayapti. Tushunyapsizmi? Endi tushuning, bugundan boshlab sizni qaynonangiz ishingizdan kamchilik topsa, o'ziningiz bilan taqqoslasa, bu jarayonda ularga nisbatan nafrat emas, aksincha, ha, demak qaynonam meni o'ylayaptilar. Demak, ular menga yordam bermoqchilar, menga o'rgatmoqchilar deb qarasangiz, ichingizda xafagarchilik qolib ketmaydi. Ikkinchisi, qaynonalar o'g'lini qizg'onishi. Voy, bu juda ham global mavzulardan bittasi. Hatto shunaqa holatlar bilan menga murojaat bo'ladiki, qaynonam meni turmush o'rtog'im bilan hattoki spalnimizga cho'ng kirib, kechki paytda eshik taqillatmasdan ham hattoki oramizda yotadigan holatlari bo'ladi. Bunga nima qilish kerak? Axir o'g'lini uylantirdi. Men bilan birga juft bo'lish uchun emasmi? Meni shaxsiy chegaralarim buzilyapti. Spalnimga cho'ng kiryaptilar degan SMSlar keladi. Endi buni sizga tushuntirishga harakat qilaman. Bitta gapni sizga aytaman, hurmatli kelinjonlar. Qaynonangiz qanday xarakterda bo'lishidan qat'iy nazar, ularga har gal qaraganingizda turmush o'rtog'imning onasi mana shu insonni dunyoga keltirishda sababchi bo'lgan, oq sut berib katta qilgan, tarbiya qilgan degan tushunchani birinchi o'ringa qo'yib qarasangiz, ishoning aksar holatlarda qaynonangizdan xafa bo'lmaysiz. Qaynonangiz o'g'lini qizg'onishi va hatto oranglarga spalniga cho'ng kirishi qaynonangizga mehr yetmayotganligi belgisi. Siz o'ylayapsiz, qaynonam o'g'lini men bilan baxtli bo'lishni istamayapti. Yo'q, qaynonangiz shunchaki o'g'lim endi menga nisbatan mehri kamayib qolgan bo'lsa-chi, erimdan kun ko'rmadim, qaynonam kun bermadi, endi bolamdan mehr olishim kerak-ku degan tushuncha bilan kiryapti. Ishoning, hech qaysi qaynona dunyoda bolasini baxtsiz bo'lishini istamaydi. Aksincha, har bitta qaynona bundan oldin, ya'ni qaynonamizni hayotda ham bir paytlar ularga qilingan zulmga mana shu erlarimiz uchun, ya'ni farzandlar uchun chidab kelishgan. Endi biroz nima deydi, erkaliklari tutib o'g'illarini qizg'onganlarda tushuning, ularga mehr kerak. Yaxshisi siz bu jarayonda mendan o'g'lini qizg'onyapti deb qavotum shu qilib ota-onangiz uyga ketib, eringizga bu jarayonni yomonlagandan ko'ra erkalang, qaynonangizni erkalang, g'alati tuyulishi mumkin. Lekin maqting. Bilasizmi, qaynonangizni qalbiga qanaqa qilib zo'r yo'l topishingiz mumkin? Maqtab.
har bitta qaynonaga ularni sizga qilayotgan munosabatlarini maqtash, rag'batlantirish, mehr muhabbat berish va ayniqsa xo'p bo'ladi deyishingiz yoqadi. Tushuning, siz ham bir kun kelib qaynonangizni o'rnida bo'lasiz. Bu dunyo qaytar dunyo. Qaynonamizga nima qilgan bo'lsak, aynan shu munosabatlar bizga ham qaytadi. Uchinchisi, hurmatli kelinjonlar, qaynonangiz bu kelajakda sizni bo'lishingiz mumkin bo'lgan formatingiz, modelingiz. To'xtang, inkor qilmang. Yo'q, men hech qachon qaynonamdek bo'lmayman demang. Chunki biz qachon nimani ustidan hech qachon degan jumlani ishlatsak, bizni ong ostimiz shu jarayon shunda olib kopiya qilib modellashtirib oladi. Qaynonangiz sizga qilgan har qanday munosabati sizni ong ostingizda qaynona ssenariysiga kiryapti. Nabarot, ya Allohim menga yordam ber. Qaynonam menga qilayotgan munosabatlarda meni qalbim his qilgan hissiyotlarni men kelinimga istamayman degan tushunchangiz bo'lib, qaynonangizni qabul qilsangizgina bu jarayonni takrorlamasligingiz mumkin. To'rtinchisi, voy, eng katta qaynona kelin orasidagi urushga, janjalga sabab bo'ladigan jarayon bu kelin qaynonasini o'zini ota-onasi bilan taqqoslashi yoki qaynonani unga qiladigan munosabatini taqqoslashi. Bizning uyimizda bunaqa ovqat qilinmas edi, bizning uyimizda bunaqa qilinardi. Bu juda ham og'ir tegadi. To'g'ri, siz o'sha oilada tarbiya topdingiz. Bir kelin ikkinchi oilaga o'rganar ekan, kelin o'zini oilasiga o'rganar ekan, bir oilada ikkinchi oilaga o'rganish vaqti ancha jarayon adaptatsiya vaqtiga ketadi. Lekin tushuning, ortiq siz bu oilaga tegishlisiz va sizni maqtashingiz kerak bo'lgan va idealingiz bo'lishi kerak bo'lgan oila bu qaynonangizni oilasi. Nabarot, meni oilamda unaqa edi, bunaqa deyish orqali siz qaynonangizga xuddiki siz eplolmayapsiz, siz bizdan bir pog'ona pastsiz deganday bo'lasiz. Tushuning, o'zbekchiligimizda kattaga hurmat, kichikka izzat buyurilgan. Mayli, siz tushuning, qanaqadir jarayonlar bir xil bo'lmasligi mumkin. Kun keladi. Mana shu ro'zg'or, mana shu oila, mana shu oshxonada siz bekalikka o'tasiz. Siz boshqarishingiz kerak bo'ladi. Ana o'sha paytda o'zingiz istagandek oila va ro'zg'orni boshqarishni boshlaysiz. 5-inchisi, qaynona va kelin orasida eng katta janjalga, hatto ajrimga sabab bo'ladigan holat bu qaynona o'g'liga yoki xotinining yoki meni tanla deyishi, yoki kelin, ya'ni ayol eriga yoki onangizni tanlang yoki meni tanlang deyish. Aslo va aslo bu gapni aytmang, musliman, bu sizga yarashmaydi. Qaynona bu ona. Siz hech qachon ona obrazini, ona rolini bosa olmaysiz. Ayol bu ayoli, u uni farzandlarining onasi. Bu ikkita ayol bir-birini o'rnini bosa olmaydigan va taqqoslanishi mumkin bo'lmagan insonlar. Qaytanga siz eringizga yo'q, meni tanlang yoki onangizni tanlang deb qancha ko'p qaynonangizni yomonlasangiz, shuncha ko'p uni ko'nglidan qolasiz. Men hali biron bir erkakni ko'rmadim, onasini yomonlaganda xotinni sevib qolganligini. Yo'q, battar ko'ngli soviydi. Chunki sizdan oldin uni hayotda mavjud bo'lgan, unga mehr bergan, uni bu dunyoga keltirishga sabab bo'lgan inson mana shu inson. Eringiz qalbiga yo'l topmoqchimisiz? Oilangizni saqlab qolmoqchimisiz? Iltimos, qaynonangizni uncha-muncha dilingizga og'ir botadigan gaplarga xo'p bo'ladi. Xo'p bo'ladi, lekin qalbingizga olmang. Xo'p bo'ladi, lekin qalbingizga olmang. Oson-ku. Oson-ku. Shunchaki o'zingizga savol bering. Erim bilan muhabbatim yo'qolishga arziydimi shu qovoq tumshug'im? Erim mendan ko'ngli sovishga arziydimi? Erim bilan munosabatlarimizda urush janjal bo'lib, bolalarim travma olishga arziydimi? Yoki-da erkak oilada ham onasi, ham ayol tomonidan bosim olgach nima qiladi? Ko'chadan tinchlik qidirishni boshlaydi. Endi o'zingizga savol bering. Eringiz bilan orangizda uchinchi shaxs paydo bo'lib, hattoki intim munosabatlarliklarda ham uzoqlashib, alohida yotib, bir tom ostida ikkita begona bo'lish sizga yoqadimi? Undan ko'ra shu bitta. Men demayman, qaynonangiz har gal sizni ezganida siz aybdorsiz demayman. Bitta-ikkita gaplarga xo'p bo'ladi deb turmush o'rtog'ingiz, farzandlaringiz uchun shu insonni qabul qilsangiz, ishoning, ham Alloh oldida, ham eringiz oldida, ham farzandlaringiz oldida siz eng ideal jannatiy ayol bo'lasiz. Men sizga bitta zo'r praktikani aytaman. Hatto eringiz ishlar yurishib ketishida mana shu ayolni, qaynonangizni sizdan roziliklari, duolari muhim.
Ishonmasangiz sinab ko'ring. Bir kungina mana shu bergan praktikalarni bajaring va menga albatta natijalarini ulashing. Agar sizga berayotgan ilmlarimiz ma'qul kelayotgan bo'lsa va o'zingizni hayotingizdagi muammolarga mendan ilmiy, nazariy, psixologik yechimlar istayotgan va ko'rishni xohlayotgan bo'lsangiz, hoziroq sahifamga obuna bo'lib, like bosib, bu videoni qaynonasi bilan muammosi bor o'rtog'ingizga ulashishni unutmang. Bitta narsani doimo esda saqlang. Oila muqaddas dargoh. Turmush muqaddas dargoh. Nikoh judayam muqaddas. Nikohingizni, oilangizni, qalbingizni asrang. Keyingi darslarda uchrashamiz.